Vuy! Qo'rqinchli bo'ldi. Akalar pushka. Opa. Bam! Nima deyapti? Gol chiroyli bo'ldimi? Ha, chiroyli. Bo'l, tamom. Sizlar bilan gol ura olmaysizlar. O'zi sudyalarga nimadir bo'lyapti. Penaltini qo'yib turib, ofsayd qo'y. Birinchi taym tugadi. Tabriklaymiz. Birinchi taym. Xotirjammiz. Nimaga endi bular hozir endi 3-2 bo'lib turib ham urolmayapsizlar, ha? Mana shu narsa o'ziga ziyon bo'ladi oxirida Barsamiz. 66-minut hozircha barsachilarni suvini siqib ichyapti. Biz hali ham yutyapmiz. Beta qizil edi, lekin qizil berish kerak edi. Sen pastorni ko'rgin. Menimcha hozir shtrafnoyda Mbappe tepadi. Bilmasam gol bo'lmasa bo'ldi-da. Mbappe! Mbappe! Ala Madrid! Mbappe! Mana Mbappe! Bizda shunaqa toshbaqalar ham tez yuguradi. Bir-birmi? havoda. Menga yoqmayapti. Mana shunaqa barsachilarga bir-biridan keyin yoqmay qoladi. Chuvamini! Bugun qoravoylar kuni. Bodaginam. Gajan. Siqilyapti. Yaqinlarim, birodarlarim. Bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'ldi. Ha, roziman. Yuragiga soqqan. Rasvo bo'lishiga sal qol. Alisher Alimovich, biz penalti ko'rmoqchi edik-ku. Realchilar vahima qilmaymiz, endi bu 3-gol. Sizlar tugadilar, endi 4 minut qoldi. Uzr-a. Ashibga. Realchilarga jo'natib qo'yinglar, bo'ldi akalar. Bo'ldi. Qani olasan-a, qizlar? Chestni, hamma yoq sudya ham. Bu yil bizniki emas ekan. Har yil bizniki bo'lavermaydi. Biz oqlarga sodiqmiz har doim.